Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Gaz yetkazib berish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2006 yilda qayta hisoblash bo'ladimi? Kim qo'shimcha to'lovga tushib qolishi mumkin? Kim esa xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu mavzu nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlariga, uy egalariga, ijarachilarga, mahalla faollariga va kommunal to'lovlarni to'laydigan har bir oilaga tegishli. Chunki gaz bo'yicha bitta noto'g'ri tushuncha keyin bir necha million so'mlik qarzdorlikka aylanib ketishi mumkin. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi o'rlarda imtiyoz bor? Qaysi o'rlarda bepul degan gap noto'g'ri? 2026 yilda qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak? Hisoblagich ro'yxatda turgan odamlar, haqiqiy yashovchilar qarzdorlik va subsidiya masalalarida nimalarga e'tibor berish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan mayda ko'ringan joylarda bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam pulini, vaqtini va asabini asraydi. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Gaz qariyalarga avtomatik tarzda bepul beriladimi? Odatda yo'q. Ya'ni odam pensioner bo'lgani uchungina gaz butunlay bepul bo'lib qolmaydi. Ko'pchilik men nafaqadaman. Demak, gaz uchun to'lamasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli xato. Gaz ta'minoti kommunal xizmat hisoblanadi va u bo'yicha hisob-kitob amaldagi tariflar, iste'mol hajmi hisoblagich ko'rsatkichi, abonent ma'lumotlari va mavjud imtiyoz yoki kompensatsiyalarga qarab yuritiladi. Oldin ham shunday bo'lgan, kim gaz ishlatsa, o'sha iste'mol qilgan hajm uchun to'lov qiladi. Ayrim toifadagi fuqarolarga davlat tomonidan yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy himoya choralari berilishi mumkin. Lekin bu gaz umuman bepul degani emas. Juda ko'p hollarda odamlar imtiyoz bilan bepul xizmatni aralashtirib yuboradi. Imtiyoz bo'lsa, masalan, ma'lum miqdor qoplab berilishi, ayrim to'lovlar kamaytirilishi, subsidiya ajratilishi yoki yordam puli berilishi mumkin. Biroq hisob-kitob baribir yuritiladi. Endi nima o'zgaryapti degan savol bor. 2020 yilga kelib kommunal xizmatlar, ayniqsa gaz bo'yicha abonent bazalari, hisoblagich ko'rsatkichlari, qarzdorliklar, ro'yxatda turgan shaxslar va ijtimoiy himoya oluvchilar ma'lumotlari yanada aniqroq solishtirilishi kutiladi. Men buni oddiy qilib qayta hisoblash xavfi deb tushuntiraman. Ya'ni tizimda bir necha yil noto'g'ri yuritilgan ma'lumot bo'lsa, keyin u aniqlanib, iste'mol qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, uyda gaz hisoblagich noto'g'ri ishlagan, plombasi buzilgan, ko'rsatkich topshirilmagan, abonent nomi o'zgarmagan, uyda boshqa odamlar yashagan, lekin to'lov pensioner nomidan yuritilgan bo'lishi mumkin. Shunda gaz korxonasi real holatga qarab qayta hisob-kitob qilishi ehtimoli bor. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa tinchroq bo'lishi mumkin? Buni alohida tushuntiraman. Birinchi holat, uyda yolg'iz pensioner yashaydi. Gaz hisoblagichi bor, har oy ko'rsatkich beriladi, to'lov vaqtida qilinadi. Bunday odam odatda katta muammoga tushmaydi, chunki iste'mol aniq ko'rinib turadi. Masalan, Xorazmda 72 yoshli onaxon bitta kichik hovlida yolg'iz yashaydi. Uyda gaz plita, bitta isitish qozoni bor. Hisoblagich har oy 20 kub, qishda 3000 kub, yozda 40 kub ko'rsatadi. To'lovlar bank ilovasi yoki pochta orqali to'lanadi. Bunday vaziyatda 2026 yilda kelib hammasini qayta hisoblab, katta qarz chiqarishadi deb vahima qilishga asos kam. Lekin baribir u kichik kvitansiyalarni, to'lov cheklarini, hisoblagich suratlarini saqlashi kerak. Ikkinchi holat, uy pensioner nomida, lekin amalda u yerda farzandlari, kelin, nevaralar yashaydi. Mana bu juda muhim. Ko'pincha abonent nomi boboning yoki buvining nomida qoladi. Oila esa 5-6 kishi bo'lib yashaydi. Gaz ko'p ishlatiladi. Keyin bu uy pensioner nomida gaz bepul bo'lishi kerak deyshadi. Yo'q, bunday bo'lmaydi. Agar gaz ishlatilayotgan bo'lsa, kim nomida bo'lishidan qat'i nazar iste'mol uchun to'lov chiqadi. Misol uchun, Toshkent viloyatida bir holda taqdi yoshli ota nomida abonent ochilgan. Lekin uyda 2 o'g'il oilasi bilan yashaydi. Qishda isxonam isitiladi, hammom ham gazda, oshxonam gazda. Hisoblagich oyiga 1500 kub ko'rsatadi. Bunday joyda pensioner uyi degan vaj bilan to'lovdan qochish mumkin emas. Aksincha, agar ma'lumot yashirilgan bo'lsa, keyin tekshiruvda katta qarzdorlik chiqishi mumkin. Uchinchi holat, hisoblagich yo'q yoki ishlamayapti. Bu eng xavfli masalalardan biri. Hisoblagich bo'lmasa, gaz sarfi norma asosida hisoblanishi mumkin. Norma esa ko'p hollarda odamlar kutgandan yuqoriroq chiqadi. Agar uyda ro'yxatda 4 kishi tursa, lekin faqat bu yashaydi deysa, hujjatda 4 kishi ko'rsatilgani uchun hisob-kitob ham shunga qarab yurishi mumkin.
keyin men ishlatmagan gaz uchun nima uchun pul to'layman degan savol paydo bo'ladi. Shuning uchun ro'yxatdagi odamlar haqiqiy yashovchilar va hisoblagich masalasini tartibga keltirish kerak. Agar farzandlar boshqa joyda yashasa, lekin ro'yxatdan chiqmagan bo'lsa, bu ham noaniqlik keltiradi. 4-holat ijtimoiy yordam oladigan pensionerlar. Ayrim pensionerlar temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki boshqa ijtimoiy yordam tizimlari orqali qo'llab-quvvatlanishi mumkin. Lekin bu yordam ham avtomatik tarzda gaz bepul degani emas. Masalan, kam ta'minlangan yolg'iz pensionerga ma'lum miqdorda kompensatsiya yoki moddiy yordam berilishi mumkin. Bu pul gazga, elektrga, dori-darmonga yoki oziq-ovqatga ishlatilishi mumkin. Lekin gaz korxonasi hisobida iste'mol baribir ko'rinadi. Agar yordam puli kelgan bo'lsa-yu, odam gaz to'lovini qilmasa, qarzdorlik yig'ilishi mumkin. 5-holat. Gazdan foydalanilmayapti, lekin abonent faol turibdi. Masalan, qariya qishloqdagi uyini yopib, farzandinikiga ketgan. Uy bo'sh, lekin gaz shartnomasi yopilmagan, hisoblagich ko'rsatkich topshirilmagan, tekshiruvchilar kiritilmagan. Keyin tizimda o'rtacha hisob kitob yurishi yoki qarzdorlik paydo bo'lishi mumkin. Odam esa men u yerda yashamaganman deydi. Buni isbotlash uchun hujjat, hisoblagich ko'rsatkichi, gaz tarmog'i vaqtincha uzilganini tasdiqlovchi dalolatnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun uy bo'sh tursa ham abonent masalasini qarovsiz qoldirmaslik kerak. Raqamli misollar bilan yanada tushunarli qilaman. Faraz qilaylik. Bir pensionerning uyida hisoblagich bor. Yoz oylarida oyiga 300 kub, qish oylarida 300 kub gaz ishlatildi. Yil bo'yicha umumiy sarf 1900 kub bo'ldi. Tarif shartli ravishda 1 kub uchun 1 million so'mda bo'laylik. Demak, yillik to'lov 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Agar shu pensionerga davlat tomonidan yiliga 600 ming so'm kompensatsiya berilgan bo'lsa, bu uning xarajatini kamaytiradi. Lekin qolgan 1 million 200 ming so'm baribir to'lanishi kerak bo'ladi. Mana shu joyda odamlar menga yordam berildi. Demak, qarzim yo'q deb o'ylab adashadi. Yana bir misol. Uyda hisoblagich ishlamay qolgan. Lekin abonent bu haqda gaz ta'minoti korxonasiga yozma ariza bermagan. 3 oy o'tgan. Tekshiruv kelib, hisoblagich to'xtab qolganini aniqlagan. Shunda 3 oy uchun qayta hisoblash qilinishi mumkin. Agar uy katta bo'lsa, isitish moslamalari ko'p bo'lsa, bu summa jiddiy chiqadi. Keyin pensioner men bilmaganman deydi. Afsuski, kommunal sohada bilmaganman har doim ham qarzdorlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun hisoblagich to'xtasa, plombaga zarar yetsa, ko'rsatkich g'alati bo'lsa, darhol murojaat qilish kerak. Birinchi nozik jihat qariya degan so'zning o'zi huquqiy imtiyoz bermaydi. Huquqiy jihatdan masala yosh, nogironlik guruhi, ijtimoiy maqom. Daromad darajasi, yolg'iz yashashi, reyestrda turishi, mahalla xulosasi, tegishli organ qarori kabi mezonlar asosida ko'riladi. Ya'ni 65 yoshdan oshgan hamma odam bir xil imtiyoz oladi degan tushuncha noto'g'ri. Kimdir katta pensiya oladi, farzandlari bilan yashaydi, uyi katta. Kimdir esa yolg'iz, nogiron, daromadi kam. Davlat yordami odatda aynan ehtiyoj darajasiga qarab belgilanadi. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz hujjatsiz ishlamaydi. Mahalladagilar biladi, men yolg'izman degan gap yetarli emas. Albatta mahalla ma'lumoti muhim bo'lishi mumkin, lekin gaz korxonasi, ijtimoiy himoya organi yoki boshqa tashkilot odatda hujjatga qaraydi. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, daromadlar, mulk hujjatlari, abonent shartnomasi kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar tartibsiz bo'lsa, odam haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsa ham jarayon cho'ziladi. Uchinchi nozik jihat, abonent kim nomida ekaniga e'tibor bering. Uy egasi vafot etgan, lekin gaz shartnomasi hali ham uning nomida turadigan holatlar ko'p. Masalan, bobo 2021 yilda vafot etgan, lekin gaz abonenti hamon uning nomida. Uyda buvi yashayapti yoki farzandlar yashayapti. To'lovlar ba'zan qilinadi, ba'zan qilinmaydi. 2026 yilga borib ma'lumotlar solishtirilganda abonentning vafot etgani, meros rasmiylashtirilmagani, real foydalanuvchi boshqa ekani aniqlanishi mumkin. Bunday vaziyatda shartnomani yangilash, meros hujjatlarini tartibga keltirish. Gaz korxonasi bilan abonent ma'lumotlarini to'g'rilash kerak. 4-nozik jihat, noqonuniy ulanish va qo'shimcha jozlar. Ba'zi odamlar qo'shimcha gaz qozoni, issiqxona, tandir, hammom, sek yoki do'kon ulab qo'yadi, lekin buni rasmiylashtirmaydi. Keyin abonent pensioner nomida bo'lgani uchun tekshirishmaydi deb o'ylaydi. Bu juda katta xato. Agar noqonuniy ulanish aniqlansa,
qayta hisoblash oddiy maishiy iste'moldan ko'ra og'irroq bo'lishi mumkin. Jarima, dalolatnoma, qarzdorlik, hatto tarmoqdan uzishgacha boradi. Ayniqsa qishda gaz bosimi pasayganda bunday holatlar ko'p tekshiriladi. Men tavsiya qilaman, uyda qanday jihoz bo'lsa, hammasi rasmiy, xavfsiz va texnik talablarga mos bo'lsin. 5-nozik jihat, hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib yurish. Bu juda oddiy, lekin juda foydali odat. Har oyning bir sanasida, masalan 25 sanada hisoblagichni suratga oling. Suratning sanasi telefoningizda qoladi. Agar keyin tizimda noto'g'ri ko'rsatkich chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Ayniqsa qariyalar telefon ishlatmasa, farzandlari yordam berishi kerak. Bir dona surat ba'zan bir necha 100 ming yoki million so'mlik nizoni hal qiladi. 6-nozik jihat, qarzdorlikni tan olishdan oldin tekshirtiring. Ba'zan odamga sizda 3 million qarz bor deyishadi. Odam qo'rqib, darhol bo'lib to'lashga rozilik beradi. Men bunday vaziyatda shoshilmaslikni maslahat beraman. Avval hisob-kitob dalolatnomasini, qarzdorlik qaysi davr uchun chiqqanini, tarif qanday qo'llanganini, hisoblagich ko'rsatkichi qayerdan olinganini, penya bormi yo'qmi, oldingi to'lovlar hisobga olinganmi? Shularni yozma ravishda so'rang. Agar xato bo'lsa tuzatish mumkin, lekin og'zaki gap bilan yurilsa keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 7-nozik jihat. Qayta hisoblash doim ham yomon narsa emas. Ba'zan qayta hisoblash fuqaroga foyda ham keltiradi. Masalan, tizimda noto'g'ri yuqori ko'rsatkich kiritilgan bo'lishi mumkin yoki odam to'lov qilgan. Lekin to'lov abonent hisobiga tushmagan yoki uy vaqtincha gazdan uzilgan, lekin hisob-kitob davom etgan. Bunday holatda qayta hisoblash orqali qarzdorlik kamayishi yoki ortiqcha to'lov keyingi oylarga o'tkazilishi mumkin. Shuning uchun qayta hisoblash deganda faqat qo'rqish emas, tekshirish va aniqlashtirishni tushunish kerak. Birinchi qadam, abonent ma'lumotlarini tekshiring. Gaz kvitantsiyasida yoki mobil ilovada abonent kim nomida turibdi? Manzil to'g'rimi? Hisob raqami to'g'rimi? Qarzdorlik bormi? Oldingi to'lovlar ko'rinib turibdimi? Shularni tekshiring. Agar abonent vafot etgan odam nomida bo'lsa, merosxo'rlar yoki real uy egasi gaz ta'minoti tashkilotiga borib shartnomani yangilash masalasini ko'tarsin. Ikkinchi qadam, hisoblagich holatini ko'ring. Plomba joyidami, oyna sinmaganmi, raqamlar yurayaptimi, ko'rsatkich g'alati sakramayaptimi, hisoblagich muddati o'tmaganmi? Agar biror shubha bo'lsa, o'zingizcha ochmang, ustani chaqirib ta'mirlatmang. Darhol gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qiling. Arizangizda hisoblagich holatini tekshirib, dalolatnoma tuzib berishingizni so'rayman deb yozing. Ariza nusxasini yoki ro'yxatdan o'tgan raqamni saqlang. 3-qadam, to'lov hujjatlarini yig'ing. Oxirgi kamida iniga oy imkoni bo'lsa 3 yil ichidagi to'lov cheklarini saqlang. Bank ilovasidan to'lov tarixini yuklab oling. Pochta yoki kassadan to'langan bo'lsa, cheklarni alohida papkaga joylang. Qariyalarning farzandlariga alohida aytaman. Ota-onangiz men to'laganman deb aytishi mumkin. Lekin chek yo'q bo'lsa bahs qiyinlashadi. Shuning uchun har bir to'lovni raqamli yoki qog'oz shaklida saqlang. 4-qadam, ijtimoiy yordamga haqli bo'lsangiz murojaat qiling. Mahallaga, ijtimoiy himoya organlariga yoki tegishli xizmat markazlariga borib, qaysi turdagi yordamlar borligini aniqlang. Yolg'iz pensioner, nogironligi bor shaxs, kam ta'minlangan oila, boquvchisini yo'qotgan shaxs, parvarishga muhtoj qariya bo'lsa, qo'shimcha yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin yordamni kutib, gaz to'lovini butunlay tashlab qo'ymang. Murojaat qilganingiz haqida hujjat oling. Ariza raqamini yozib qo'ying. 5-qadam, uyda aslida kim yashayotganini tartibga soling. Agar ro'yxatda 6 kishi turib, amalda faqat bitta qariya yashasa, bu masalani pasport bo'limi yoki migratsiya va ro'yxatga olish tartibi orqali aniqlashtiring. Agar aksincha uy pensionerlar nomida, lekin amalda katta oila yashasa, to'lov ham real iste'molga mos bo'lishi kerakligini biling. Bu yerda maqsad kimnidir qo'rqitish emas, keyingi katta qarzdorlikning oldini olish. 6-qadam, gaz jihozlarini rasmiylashtiring. Qozon, kolonka, plita, isitish pechi, issiqxona yoki boshqa gaz uskunasi bo'lsa, u texnik talablarga mos bo'lishi kerak. Noqonuniy ulangan shlanglar, yashirin tarmoqlar, o'zboshimchalik bilan o'rnatilgan uskunalar nafaqat jarimaga, balki hayot uchun xavfga ham olib keladi. Gaz portlashi, is gazidan zaharlanish, yong'in kabi xavflar bor. Qariyalar yashaydigan uyda bu masala 2 barobar muhim. 7-qadam, qarzdorlik chiqsa, yozma tushuntirish talab qiling. Gaz idorasiga borganda faqat og'zaki gap bilan qaytmang. Qarzdorlik qaysi davr uchun, qaysi ko'rsatkich asosida,
qaysi tarif bo'yicha hisoblanganini yozma shaklda berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Agar noto'g'ri hisob bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb alohida murojaat qiling. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga murojaat qilish mumkin. 8-qadam. 2026 yilini kutmang. Eng katta xato keyin ko'ramiz deyish. Kommunal qarzdorlik vaqt o'tgan sari chigallashadi. Bugun 200 ming so'mlik noaniqlik bo'lsa, 1-2 yil o'tib to'lovlar penya qayta hisoblash. Hujjat yo'qligi sababli katta muammoga aylanadi. Shu oy ichida abonent ma'lumotini, hisoblagichni, to'lovlarni va imtiyoz masalasini tekshirib chiqsangiz ancha xotirjam bo'lasiz. Yana bir amaliy tavsiya bo'lasiz. Qariyalarning farzandlari oyga bir marta ota-onasining kommunal holatini tekshirib tursin. Gaz, elektr, suv, chiqindi to'lovi hammasi bo'yicha qarzdorlik yo'qligini ko'ring. Ko'pchilik qariya odam bank ilovasidan foydalanmaydi. SMSni tushunmaydi, kvitansiyani yo'qotib qo'yadi. Keyin bir kuni gaz uzilib qolsa, hamma shoshilib qoladi. Oldindan nazorat qilish eng yaxshi himoya. Demak, eng asosiy fikr shuki, pensioner bo'lishning o'zi gaz avtomatik bepul degani emas. Imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin, lekin u hujjat maqom va aniq tartib asosida beriladi. 2026 yilda qayta hisoblash deganda esa abonent ma'lumotlari, hisoblagichlar, qarzdorliklar va real iste'mol yanada aniq tekshirilishi mumkinligini tushunish kerak. Kimning hujjati tartibda, hisoblagichi so'z to'lov vaqtida u kamroq xavotir qiladi. Kimda abonent nomi eski, hisoblagich muammoli, ro'yxat chalkash, to'lov cheklari yo'q yoki noqonuniy ulanish bor bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Sizlardan iltimos, bu mavzuda tajribangiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Sizning hududingizda qariyalarga gaz bo'yicha qanday yordam berilyapti? Qayta hisoblash bo'lganmi? Qarzdorlik noto'g'ri chiqqan holatlar bormi? Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onasi, buvisi yoki bobosi yolg'iz yashaydiganlarga bu ma'lumot juda kerak bo'lishi mumkin.